Yevropa futbolida bu yoz transfer bozori juda qizg'in o'tdi. Klublar tarkibdagi muammolarni bartaraf etish uchun katta xaridlarni amalga oshirdi. Ammo qizig'i shundaki, ayrim transferlar eski muammoni hal qilish bilan birga murabbiylar oldiga yangi bosh og'riqni ham qo'ydi. Asosiy tarkibda kimni o'ynatish kerak? Albatta kimdir murabbiy uchun kuchli futbolchilar ko'pligi muammo emas-ku deyishi mumkin. To'g'ri, ammo bir pozitsiya uchun 3-4 ta yuqori saviyali futbolchi kurashsa, kimnidir zaxirada qoldirishga to'g'ri keladi. Ana shunda haqiqiy muammolar boshlanishi mumkin. Bugun aynan shunday vaziyatni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan yozning 10 ta transferi haqida gaplashamiz. Birinchi katta bosh og'riqni Rodrining Barselonaga transferi yaratishi mumkin. Jahon chempioni va oltin to'p sohibining kelishi shubhasiz Barselonani yanada kuchaytiradi. Ammo shu bilan birga Hansi Flick oldida juda murakkab savol paydo bo'ladi. Markaziy yarim himoyada kim o'ynaydi? Biz bilamiz, Flick odatda 2 nafar chuqurroq yarim himoyachi va ularning oldida hujumkor o'nlikdan foydalanishni yaxshi ko'radi. Dani Olmo va Firmin o'nlik pozitsiyasi uchun almashib o'ynasa, qolgan atigi 2 o'rin uchun 5 ta futbolchi kurashadi. Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Bernal va endi Rodri. Tasavvur qiling, 5 ta kuchli yarim himoyachi, ammo asosiy tarkibda atigi 2 ta joy. Vaziyatni yanada qiziqarli qiladigan jihat bor. Ispaniya terma jamoasida Rodri va Pedri birga o'ynaganida ularning hamkorligi har doim ham kutilgan darajada ishlamagan. Agar xuddi shu muammo Barselonada ham takrorlansa, Flick bir payt kelib ulardan birini zaxirada qoldirishga majbur bo'lishi mumkin. Rodrimi yoki Pedrimi? Mana bu esa allaqachon oddiy rotatsiya emas, katta qarorga aylanadi. Barselona muxlislari Rodri transferidan xursand va buning sababi tushunarli. Ammo ispaniyalik yulduz jamoani kuchaytirish bilan birga Flickning bu mavsumdagi eng katta taktik bosh og'riqlaridan birini ham yaratishi mumkin. Eng qizig'i, Rodri yangi mavsumda Flickka muammo tug'dirishi mumkin bo'lgan yagona yangi transfer ham emas. William Saliba mavsumning birinchi yarmining sezilarli qismini o'tkazib yuborishi kutilayotganini hisobga olsak, Arsenalning Ezri Konsani olib kelgani tushunarli qaror. Ammo Saliba jarohatdan qaytib barcha futbolchilar safga qaytgach, Mikel Arteta oldida boshqa bir muammo paydo bo'ladi. Chunki Konsaning kelishi bilan Arsenal himoyasida raqobat yanada kuchaydi. Endi markaziy himoyadagi 4 ta futbolchi va o'ng qanot himoyasida o'ynay oladigan 3 ta variant orasidan asosiy tarkibni tanlashga to'g'ri keladi. Bu mavsum Real Madridda aynan shunday vaziyatni o'ng qanot himoyasida ko'rishimiz mumkin. Madridliklar yozda Denzel Dumfriesni olib keldi, ammo jamoada bu pozitsiya uchun Trent Alexander-Arnold ham bor. Muammo shundaki, ularning ikkalasi ham zaxirada o'tirish uchun kelmagan. Trent ham Dumfries ham haftadan haftaga asosiy tarkibda maydonga tushishni istaydigan yuqori saviyali futbolchilar-ku. Albatta yakuniy tanlov Jose Mourinhoning taktikasiga bog'liq bo'ladi. Agar unga to'p bilan ishlash, pas va hujumni orqadan boshlash muhim bo'lsa, Trent juda kuchli variant. Agar ko'proq jismoniy kuch, tezlik va qanot bo'ylab agressiv harakat kerak bo'lsa, Dumfriesning imkoniyati oshadi. Ammo baribir bir savol qoladi. Asosiy o'ng qanot himoyachisi kim bo'ladi? Trentmi yoki Dumfriesmi? Kim zaxirada qolmasin, bundan xursand bo'lmasligi aniq. Demak, Mourinho uchun bu mavsumdagi eng qiziqarli tanlovlardan biri aynan shu pozitsiyada bo'lishi mumkin. Avvalroq Rodri Hansi Flickka bosh og'riq yaratadigan yagona yangi transfer emasligini aytgandik. Mana endi javobi. Aslida ular ikkita: Anthony Gordon va Karim Adeyemi. Bir tomondan Barselona muxlislari xursand bo'lishi tabiiy, chunki kataloniyaliklarning hujum chizig'ida endi variantlar juda ko'p. Ammo asosiy tarkibni tanlash vaqti kelganda vaziyat murakkablashadi. Hozir markaziy hujumchi pozitsiyasida bo'shliq bordek ko'rinmoqda va transfer oynasi yopilguncha Barselona yana bir balki 2 ta forvard olib kelishi kutilmoqda. Shunda haqiqiy kurash qanotlarda boshlanadi. O'ng qanotda Lamine Yamalning o'rni deyarli daxlsiz. Demak, asosiy jang chap qanot uchun kechadi. Rafinha, Anthony Gordon va Karim Adeyemi. Rafinhaning so'nggi mavsumlarda Barselona uchun qilgan ishlarini hisobga olsak, uni birdan zaxiraga tushirish qiyin. Ammo boshqa tomondan klub Gordon uchun 80 million yevro sarflagan bo'lsa, uni shunchaki zaxira o'rindig'ida ushlab turish uchun bunday pul to'lamagani ham aniq. Adeyemi ham tezligi va vertikal futboli bilan Flickka butunlay boshqa imkoniyat beradi. Shuning uchun bu yerda kim asosiy tarkibda o'ynashini hozirdan aytish juda qiyin.
Xuddi shunday savol Realning hujumdagi o'ng qanotida ham paydo bo'ldi. Yan Diomandening transferi Jose Mourinho oldiga yana bir murakkab tanlovni qo'ydi. Hozircha yangi mavsum boshida Realning hujum uchligi Vinicius, Mbappe, Diomande ko'rinishida bo'lishi kutilmoqda. Ammo Rodrigo jarohatdan qaytgach nima bo'ladi? Braziliyalikning texnikasi, to'p bilan ishlashi va hujumdagi universalligini shunchaki e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. To'g'ri, Real Diomande uchun katta mablag' sarfladi va tabiiyki, undan asosiy tarkib futbolchisi bo'lishi kutilmoqda. Lekin Rodrigo o'zining eng yaxshi formasiga qaytsa, Mourinho oldida jiddiy savol paydo bo'ladi. O'ng qanot kimniki? Yangi qimmatbaho transfer Diomandenikimi yoki yillar davomida o'zini isbotlagan Rodrinikimi? Manchester City'da esa Enzo Marescaning bosh og'rig'i yarim himoyada bo'lishi mumkin. Rodri, Reinders va Bernardo Silva ketganiga qaramay City markazida variantlar hali ham yetarlicha ko'p. Maresca katta ehtimol bilan hujumkor o'nlikdan foydalanadi. Bu pozitsiya uchun Phil Foden va Ryan Cherki kurashishi mumkin. Ularning ortidagi ikkita markaziy pozitsiya uchun esa birdaniga 4 ta futbolchi da'vogarlik qiladi. Elliot Anderson, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic va yangi transfer Ayub Buadi. Ya'ni yana o'sha holat. 4 ta futbolchi atigi ikkita joy. Bunga Echeverri va Rico Lewisni ham qo'shish mumkin. Garchi ular hozircha ko'proq zaxira varianti sifatida ko'rilayotgan bo'lsa ham. Demak, Maresca yangi futbolchilar yetishmasligidan emas, aksincha kimni tanlashni bilmay qolishdan qiynalishi mumkin va ba'zan top klubda eng katta muammo kuchli futbolchi topish emas, kuchli futbolchilardan qaysi birini zaxirada qoldirishni hal qilishdir. Ammo Manchester City'ning Angliya Superkubogida Arsenalga qarshi ko'rsatgan yarim himoya o'yinini hisobga olsak, Enzo Maresca uchun variantlarning ko'pligi ayni muddao bo'lishi mumkin. Chunki yangi mavsum oldidan City markazida raqobat va yangi yechimlarga ehtiyoj borligi yaqqol ko'rindi. Manchester City mavzusini davom ettiramiz. Klub afsonalaridan biri John Stones bu yoz jamoani tark etib Interga yo'l oldi. Ammo uning transferi Milan klubida boshqa bir muammoni, asosiy tarkib uchun dahshatli raqobatni yuzaga keltirdi. Stones kelishidan oldin ham Interda Alessandro Bastoni, Jan Bissek, Manuel Akanji va Benjamin Pavard kabi kuchli markaziy himoyachilar bor edi. Endi Stones bilan birga 5 ta yuqori saviyali himoyachi markaz uchun kurashadi. Albatta katta maqsadlarni ko'zlaydigan klub uchun bunday chuqur tarkib juda foydali. Mavsum uzun, jarohatlar va diskvalifikatsiyalar ham bo'ladi. Ammo muammo boshqa joyda. Bu futbolchilarning hech biri oddiy zaxira o'yinchisi emas. Demak, murabbiy deyarli har bir katta uchrashuv oldidan qaysi ikki yulduzni zaxirada qoldirishni hal qilishi kerak bo'ladi. Liverpoolda esa Andoni Iraola oldidagi eng katta savollardan biri hujum qanotlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Klub bu yoz Victor Munyosni olib keldi. Endi esa Bradley Barkolani ham transfer qilishga yaqin. Muammo shundaki, qanotlarda variantlar allaqachon ko'p. Rio Ngumoa, Cody Gakpo va Federico Chiesa ham tarkibda. To'g'ri, Gakpo klubni tark etishi mumkin, ammo xabarlarga ko'ra, agar niderlandiyalik ketsa, Liverpool Barkolyadan tashqari yana bir qanot futbolchisini olishni rejalashtirmoqda. Demak, bosh og'riq baribir yo'qolmaydi. Faraz qilaylik, Barkolya Muhammad Salohning o'rnini egallash uchun o'ng qanotda ishlatiladi. Harvey Elliott esa uning zaxira varianti bo'ladi. Shunda ham chap qanot uchun Munyos, Ngumoa, Chiesa va ehtimol yana bir yangi transfer kurashadi. Iraola uchun tanlov oson bo'lmasligi aniq. Chunki bunday raqobatda kimnidir muntazam zaxirada qoldirishga to'g'ri keladi. Shunga o'xshash vaziyat Tottenhamda ham bor. Mateus Fernandeshning transferi Roberto De Zerbi uchun jiddiy bosh og'riq yaratishi mumkin. Agar Sandro Tonali ketgan Bruno Gimarayeshning to'g'ridan-to'g'ri o'rnini egallaydi deb hisoblasak ham, Fernandeshning kelishi markazdagi raqobatni haddan tashqari kuchaytirib yuboradi. Chunki Tottenhamda allaqachon Rodrigo Bentancur, Sar, Archie Gray va Conor Gallagher bor edi. Endi ularga Tonali va Mateus Fernandesh ham qo'shildi. Hisob oddiy. 6 ta futbolchi atigi 2 ta pozitsiya. Chunki De Zerbi katta ehtimol bilan alohida o'nlik bilan o'ynaydi. Eng qizig'i, o'sha bitta pozitsiyaning o'zida ham raqobat dahshatli. Xavi Simons, James Maddison va Dejan Kulusevski asosiy tarkib uchun kurashadi. Albatta Tottenhamning so'nggi mavsumlarda jarohatlardan qanchalik aziyat chekkanini hisobga olsak, klub nega bunday chuqur tarkib yaratganini tushunish mumkin. Ammo tasavvur qiling, yangi mavsumda yarim himoyachilarning 90% sog'lom bo'lib qolsa, De Zerbi uchun muammo futbolchi topish emas, qaysi yulduzni zaxirada qoldirishga aylanishi mumkin.
Va mana shu bilan yozgi transferlarning yana bir qiziq tomonini ko'rdik. Klublar 100 millionlab sarflab tarkibini kuchaytirdi, ammo ayrim hollarda bir muammoni hal qilish uchun olingan yangi futbolchi boshqa muammoni yaratdi. Endi navbat sizda. Sizningcha yangi klubida murabbiyga eng katta bosh og'riq yaratadigan transfer qaysi? Yoki biz ro'yxatga kiritmagan yana bir futbolchi bormi? Kommentda yozib qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ying. Shunda yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Keyingi videoda ko'rishguncha